Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. IDC fizika kitobining masalalarini yechishni davom ettiramiz. 34-masala. Samolyot 200 metr sekund tezlik bilan g'arb tomonga ketyapti. Samolyot shimoliy g'arbdan esayotgan shamolning tezligi qanday bo'lganda samolyot aniq janub tomonga uchadi. Bu yerda mana bu samolyotni endi vaqtni tejash uchun oldin ishlab oldim. Mana bu samolyotni tezligi desak, samolyot koordinata sistemalarini ham joylashtirdim. Samolyot tezligini koordinatalar bo'yicha tezlik koordinatasini yozib oldim. Mana. Demak, bu yerda samolyotning tezligi samolyot 200 bilan borayotgan bo'lsa, bu endi shimoliy g'arbdan esayotgan shamol, ya'ni shimoliy g'arb deganimiz shimoliy g'arb bo'lsa, mana shu yo'nalishda shamol esyapti. Ya'ni 45 gradus burchak ostida. Shunday yo'nalishda qandaydir tezlik bilan shamol esayotganda samolyot aniq janub tomonga ketadi. Masalaning qo'yilishi. Demak, samolyotning keyingi tezligi mana bu. Keyingi tezligi. Xo'p, shunda shamol qanday tezlikda bo'lishi kerak? Mana bu shamolning tezligiga savol qo'yilyapti. Demak, bu yerdan samolyotning x oqi bo'yicha, ya'ni x oqiga qarama-qarshi yo'nalishda harakat qilyapti. Shuning uchun -200 dedik. Y 0 ga teng deb oldim. Keyin shamolning tezligini x va y oqdagi proyeksiyalarni oldim. Bu yerdan v ildizosi 2 ga teng. Mana bu v x'imiz mana v y'imiz minusdan v taqsim ildizosi 2 ga teng. Bu yerdan mana bu ikkalasini mana belgilab qo'yibman. Ana shu tenglamani tuzsak, qarang, tenglama -200 plus v taqsim ildizosi 2 teng 0. Bundan tezlikni topsak, v teng 200 ildizosi 2 ga teng bo'ladi. Ya'ni shamolning tezligi 200 ildizosi 2 bo'lishi kerak. Xo'p, keyingi masala kengligi 120 metr bo'lgan va oqimining tezligi 3 metr sekund bo'lgan daryoda tezligi 10 metr sekund bo'lgan kater bir yo'nalish orqali yurib A nuqtaga, ikkinchi gal ikki yo'nalish orqali bu nuqtaga boradi. A bu masofani toping. Bu yerda so'ralib turgan masofa mana bu A bu masofa hisoblanadi. Xo'p, endi kengligini, daryoning kengligini d deb olsak, d teng 120 metr. Oqimining tezligi v oqim teng 3 metr sekund deb olsak, daryoda tezligi v teng 10 metr sekund bo'lgan kater bir yo'nalish orqali yurib A nuqtaga, ikkinchi gal ikki yo'nalish orqali bu nuqtaga boradi. A bu masofani toping deyapti. Bu yerdan xo'p, belgilab olamiz. Mana bu burchagimiz 37 gradus bo'ladi, ya'ni beta 1 deyman. Mana bu burchakni beta 2 deyman. Beta 2. Mana bu yerdan xo'p. A tomonga, masalan, o'rtada A tomonga v1 x tezlik bilan mana bu yerda oqim tezligi bor. Bu yerdan mana uni v2 x tezlik bilan harakat qilyapti deb qaraymiz. Bu yerda ya'ni daryoning kengligini d deb belgilab oldik. Endi bizlarga kerak bo'ladi sinus 53 gradusda 0,8 ga teng. 53 gradusda. Xo'p, shunda bizlardan so'ralyapti A bu
buning uzunligi, buning uzunligi, ya'ni xo'p, V1 teng bo'ladi V qayiq ko'paytirish sinus 53 gradus. Sinus 53 gradus. Bu ham teng. Ya'ni V2 teng V qayiqning tezligi bizada qayiqning tezligi nechchi daryoda oqimning tezligi 3, daryoda 10 metr sekund bilan 10 metr sekund bo'lgan kater bir yo'nalishda. Katerning tezligi ekan. Xo'p, sinus 37 gradus. Endi bu yerdan V1 perpendikulyar tashkil etuvchisi deymiz endi buni. Perpendikulyar tashkil etuvchi bir yo'nalishda, ya'ni 10 ko'paytirish 0,8, ya'ni 8 metr sekund tezlikda harakat qilgan. Va ikkinchiniki endi xo'p, 10 ko'paytirish 0,6, bu ham teng 6 metr sekund tezlik bilan harakat qilgan bo'lsa, endi birinchini, ya'ni T1 birinchi yo'nalishda daryoni uzunligini, ya'ni 120 metr masofani 120 ni bosib o'tdi. Bu 8 metr sekund tezlik bilan perpendikulyar tashkil etuvchimiz endi 8 bilan 15 sekundda bosib o'tgan. Ikkinchi yo'nalishda 120 metrni 6 metr sekund tezlik bilan 20 sekundda bosib o'tgan bo'lsa, endi Vx ni topadigan bo'lsak, ya'ni V1x deganimiz bu V qayiq ko'paytirish sinus beta 1. Xo'p, bu ham teng V1 teng 10 ko'paytirish 0,6 minus 3 teng. Xo'p, 0,6. Shunda xatolashib qoldim. Xo'p, bu yerdan buni tezlik, natijaviy tezlik 3 bo'ladi. Ya'ni oqim tezligini olib tashladik. Yo'q. Oqim qarama-qarshi bo'lgandan keyin oqim tezligi olib tashlanadi. Bu yerda mana bu oqimning tezligi bu V1x bo'lsa, ya'ni xo'p 3 metr sekund bo'ldi. V2ximiz endi V qayiq ko'paytirish sinus beta 2 plus V oqim bo'ladi. Mana bu yerda V oqim minus bo'ladi. Xo'p, teng. Shunda 10 ko'paytirish 0,8 minus plus 3, bu ham teng 11. Endi Aga harakat qilganda SA teng bo'ladi ekan. Aga harakat qilganda, ya'ni SA dedik. Ya'ni 3 ko'paytirish 15 sekundda borgandan keyin 45 metr bo'ladi. Buga harakat qilganda, ya'ni ikkinchi yo'nalish bo'yicha, shunda buni S bu deb olsak, bu V2x tezlikda, ya'ni 11 ko'paytirish qancha vaqt? 20 sekund harakat qildi. 20 sekund. Bu ham teng 220. Endi bu, ya'ni SA qo'shish S bu dedik. Bu ham teng 265 metr bo'ladi ekan. Keyingi 36-masalamiz endi. 36-masalamizda davom ettiramiz. Kengligi 36, kengligi 12 metr va oqim tezligi 1 metr sekund bo'lgan daryoda A va B katerlar rasmda ko'rsatilgandek harakatlanmoqda. Bu daryoni kesib o'tguncha A
qayiq oqim bo'ylab qanday masofani bosib o'tadi? Ya'ni bu kater daryoni kesib ana shu yerga borguncha, ya'ni mana bu tezlikda, ya'ni xo'p, y o'qi mana bu x o'qi deb koordinata o'qini kirgizsak, ya'ni oqimni tezligi, ya'ni daryoni b qayiq mana bu tezlik tashkil etuvchisiga teng qiymatda qandaydir bir t b vaqtda bosib o'tadi. Ya'ni t b vaqtda, ya'ni daryoni kengligi, ya'ni mana bu l deb olsak daryoni kengligini, mana bu yer mana shu yerni l deb olsak, ya'ni l masofani v b y, ya'ni v b y tashkil etuvchisiga teng bo'lgan tezlikda bosib o'tadi. Ya'ni 12, ya'ni v b y'imiz v b ko'paytirilgan sinus 37 gradus bo'ladi. Ya'ni bu ham teng 12 bo'lingan v b tezligimiz 5 ko'paytirish sinus 37 dan 0,6 ga teng bo'lsa, ya'ni 12 taqsim 3, ya'ni bu yerda 4 sekundda o'tadigan, o'sha 4 sekundda a qayig'imiz, ya'ni qarang, a qayiq oqim bo'ylab qanday masofani bosib o'tadi? Ya'ni a qayig'imizni bosib o'tgan masofasi va plus v oqim ko'paytirilgan t b bo'lsa, va deganimiz 2 plus v oqimni tezligi 1 bo'lsa, ko'paytiramiz 4 ga, ya'ni 3 ko'paytirish 4 teng 12 metr masofaga oqizib ketadi. 12 metr masofani bosib o'tadi. 37-rasmda 37-masala. Chizmada jism tezligining ikki tashkil etuvchisi tasvirlangan. Natijaviy tezlik vektori qaysi nuqtaga yo'nalgan? Bu yerda ikki tashkil etuvchisi, ya'ni v1 deb olsak, buni v2 deb olsak, mana bu v2 ni parallel ko'chiramiz. Parallel ko'chirsak mana bu yerga ko'chadi mana. Endi natijaviy tezlik vektori qaysi nuqtaga yo'nalgan? Natijaviy tezligimiz mana. V natijaviy qaysi nuqtaga yo'nalgan ekan? Mana S nuqtaga yo'nalgan ekan. S nuqtaga yo'nalgan.